alaykum onajonlar. 50 mingdan yig'amiz deb yozibsizlar. 50 ming menimcha kamlik qiladi. Kamida 100 mingdan yig'a qolaylik. Onajonlar, yig'in terinlar uchun alohida gruppa ochdim. Hammanglarni qo'shib qo'yaman. Qo'shilib olinglar iltimos. Onajonlar, ota-onalar rahbari bo'lsam nima deysizlar? Onajonlar, 2 kundan keyin gullar bayrami bo'lar ekan. O'sha bayramga bolalarimizga kostyumchalar kiydirib o'tirsak nima deysizlar? Sizlar xavotir olmanglar, o'zim organizovat qilaman, hamma ishlarga o'zim yuguraman. Sizlar faqat bolalaringlarga chiroyli kostyumchilar kiydirib shuni olib kelsanglar bo'ldi onalari. Ko'ngilochar o'yinlarni ham o'zim tashkil qilaman. U yoqdan ham xavotir olmanglar. Onajonlar, qisqa lo'nda qilib nech pul tashlash kerakligini yozinglar. Karta nomer tashlab yuboringlar iltimos. Shu gruppadan chiqib ketaman, yana qo'shasan. Chiqib ketaman, yana qo'shasan. Pulim yo'q. O'zi bog'cha pulini amallab to'laganman. Xohishim yo'q. Vaqtim yo'q. Mensiz hal qillaring. Meni yo'q deb tasavvur qillaring. Tuya ko'rdingmi?